Bizga ma'lumki, ota-bobolarimiz o'tganlarga adab Qur'on tilovat qilish, turli xayrli sadoqatlar qilib, uni savobini bag'ishlash bu odat tusiga aylangan. Hech kim bu borada ixtilof qilmagan. Lekin ayrim kunda ba'zi kishilar mana shu Qur'on tilovat qilib bo'lmaydi, bu bid'at deydiganlar ham chiqib qoldi. Mulk surasini o'qib savobini mayitga bag'ishlash borasida bizning diyorimizda bu urfga aylangan. Uni hech qanaqangi ixtilofli holatlar bo'lmagan. Shu maqsadda masalaga oydinlik kiritishga harakat qilamiz. Avvalo mavzuga kirishdan oldin shuni aytib o'tishimiz lozimki, o'rganilayotgan masalalar farz, vojib yoki sunnat emas, balki mustahab darajasida. Agar farz bo'lganda Qur'ondan dalillar kelgan bo'lardi. Vojibga bo'lsa o'sha hadis qudusiylarda dalil kelgan bo'lardi. Lekin bu mustahab darajasida. Afsuslar bo'lsinki, bugun o'sha mustahab masalasida bir-birimizni bahslashib, bir-birimizni bid'atchiga chiqarish odatlari avj olyapti. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhisalom aytadilarki, "Idza mata al-'abdu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin." Bir banda vafot etadigan bo'lsa, uning amallari to'xtab, 3 ta amal tinimsiz savob kelib turadi. Ya'ni 3 ta amaldan tinimsiz savob kelib turadi. Sadaqatin jariyatun aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin solihin yad'u lahu. Ya'ni sadaqa joriya, ko'pchilik manfaatlanadigan, foydalanadigan inshoot bo'lsin, yoki o'sha ko'prik bo'lsin, yo'l bo'lsin, bor o'shanga o'xshash umum ham foydalanadigan narsani Allohning rizoligi uchun barpo qilgan odam agarcha vafot etib ketgan bo'lsa ham, unga tinimsiz savob oqib borib turadi. Ikkinchisi foydali ilm. Kim Allohning rizoligi uchun bir foydali ilmni shu dunyoda qoldirsa, o'sha ilmdan qancha odam foydalansa, tinimsiz savob bor bo'ladi. Uchinchisi solih farzand kim ota-onaning haqqiga duo qiladigan. Demak, o'sha yerda ham yad'ulahu, o'sha solih farzand ota-onaning haqqiga duo qiladigan deydi. Demak, tiriklarning duosidan vafot etganlarning manfaatlanishi shundan ham ma'lum bo'lib turibdi. Mazkur hadisning oxir qismiga nazar soladigan bo'lsak, o'sha farzand otasiga va onasiga haqqiga duo qilishi, bu esa namozdan keyin bo'ladimi yoki Qur'on tilovatdan qilib bo'ladimi yoki bir xayrli ish qilib turib undan keyin bo'ladimi, u umumiy. Ya'ni farzand duo qilishligi qaysi holatda bo'lsa ham o'tgan ota-onasiga naf tegadi.